Tashkilotlar boshliqlariga. Ularga boshliqlarga. Amin. Rahbarlarga. Doimo sog' salomat. Amin. Umrlariga, rizqlariga. Amin. Kasb-kor, dehqonchilik ibodatlariga. Amin. Ko'zlagan ezgu niyat maqsadlariga. Olajaqasidan tinch, sog' salomat o'ynab kulib yurishini talab qilamiz. Amin. Dunyoda tinchlik bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin. Barchalarni Alloh o'zi berganiga qilsin. Mana shu hamma klaster rahbarlariga, ilohim ishlariga Alloh baraka bersin, yomon ko'zdan saqlasin. 2026-yillari ham planlarini to'ldirib, sog' salomat yuzlari yorug' bo'lib yuraversin. Shunchalik bizga mana shunaqa padakalar bergani uchun umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Oilasi bilan mustahkam bo'lib, sog' salomat yurishaversin. Assalomu alaykum, yana bir bor Shavkat aka, sizga ham katta rahmat, sababsiz bo'ldingiz. Odiljon do'stim, Shodiyor raisimiz, Ro'shan aka, Komilxo'ja aka, Jami aka, Ma'mur aka, hamma mana shu jamiyatda ishlab turgan hammalarga katta rahmat. Haligi pulimiz bo'lsa ham bor payti ham chaqirmasa qiyin ekan. Sababchisi mana Shavkat aka, avvalo sizga katta rahmat. Shu jamiyatda chiroyli bo'lib kelishib ishlayib turganimdan xursandman. Xudo xolisa bundan keyin bundan ham yaxshi natijalarga ko'rsatishga, bolalarni imkon qadar yuz qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ota-onaning duosini olib chiqyapman. Sizlarni chiroyli qilib duo qilib qo'ydi.